Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün Çislağa 2020 yıl 7. ayının 31. günü haftaga cuma. Endiki mavzumunda vatandaşım. Kişine çöçtüdüğün bir iş. Uygur dehqan radikalizmni targ'ib qildi dedi 20 yil kesib etildi. Mavzuli xabar 7. ayning 30. kuni huquq qo'g'dash to'g'ri e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing doiralarining Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilishi orqa-orqadan ko'rilmoqda. 2020 yil 7. ayning 28. kuni huquq qo'g'dash to'rbiti bir nafar Uyg'urning qasddan ziyonkashlikka uchraganligidan iborat kishini cho'chitadigan bir xabarga erishdi. İsmail Sıdık ismli bir nafar Uyg'ur dehqon 2017 yili radikallikni targ'ib qildi degan jinoyat bilan 10 yillik kesib etilgan. Kütmegende yani 20 yıl ötkendiğin keyin türmedeki İsmail Sıdık'a yani 13 yıllık qamoq cezası berilgan. Cemiye 23 yıllık qamoq cezası berilgan. Huquq qo'g'dash to'rbiti munda xabar qildi. 1964 yılı 10. ayının 1. günü tug'ilgan İsmail Sıdık. 2017 yıl 6. ayının 19. günü qo'lga elingan 5 gün ötkende Şinjan Yenisarnaylik atalmış sotning radikallikni targ'ib qildi degan jinoyatni ortish bilan 10 yillik muddatli qamoq jazosi berilgan. Sotning shuncha tez elib berilishi İsmail Sıdık'ning buningdan burun yig'ib elish lageriga qamalganligini tushuntirib berdi. İsmail Sıdık turmaga avatilib 20 yil o'tgandan keyin yataqdashi Uyg'urning fosh qilishiga uchragan. Mana mushu chataq. Bir Uyg'ur fosh qilib qo'ydi. Bir Uyg'ur chaqib qo'ydi. Mushu Amerikada men sizga yuruzimmi, shundoq chaqamga uchrab kelyapman hozirgacha. To'xtamay. Shunlashqa zizavriga xatning jumla iborasiga diqqat qilmasam bo'lmaydi vatandosh. Shunga men ko'proq leksiyani ayrim so'zlashdan avval paketni qog'oz orqali so'zlashga majbur bo'lgan odamman. Chaqinchilarning dastidan. Ötkendiğin keyin yataqdashi Uyg'urning fosh qilishiga uchragan. Fosh qilguvchi Uyg'ur İsmail Sıdık turmada namoz o'qidi deb fosh qilgan. İsmail Sıdık buningdan g'azablanib, fosh qilguvchi Uyg'urni ittifoq qilishni bilamsan? Bir og'izda gap qilgan. Şunun keyin bin tuvanning sot qilishi bilan turmaning tartibini buzdi, milliy o'chmanlikka quturatdi degan jinoyat ortilib 13 yillik, ya'ni 13 yillik qamoq jazosi berilgan. Jamiye 23 yillik qamoq jazosi berilgan. Fransiya radiosi xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Fransiya'nın Tashqi ishlar ministri Deryan mush haftaning 2. kuni, ya'ni 28. kuni Fransiya parlamentiga taklif berib, Şinjan Uyg'ur millatining kishilik huquqlari to'g'risida mustamlika Uyg'uristondagi Uyg'ur millatining kishilik huquqlari to'g'risida BDT kishilik huquq amaldorlarining rahbarligi ostida xalqaro mustaqil tekshirish guruhi qurib, Şinjanga berib, yana mustamlika Uyg'uristonga berib, tekshirish elib berish kerak deb bildirgan. Deryan
Fransiya parlamenti da mındaq ko'rsatdi. Şinjan rayonida, yani müstemlik Uyg'uristonda tushuntirgili bo'lmaydigan xalqaro kishilik huquq ahdnomasida yozilgan va buningga tubdan xilof voqealar yuz bermoqda. Deryan misol keltirib mundaq ko'rsatdi. Şinjanda müstemlik Uyg'uristonda Uyg'urlar nazarband qilinyapti. Uyg'urlar zo'r ko'lamda qo'lga elinyapti. Uyg'urlar tuyuqsiz g'oyib bo'lyapti. Uyg'urlar majburiy emgakka saylanyapti. Uyg'urlar bola tushirishga majburlanyapti. Uyg'urning madaniyati ve dini itikadi bütçet kılınıp sestimlik alda bastırılıvatıdı. Fransiya Cumhuriyeti'nin Tashqi ishlar ministri Deryan efendinin parlamentga bergende kılat. Deryan 7. ayının 21. günü Fransiya Kengesh Palatası'da sual koyulganda yukarıdaki cevap verdi. İkinci günü Cumhuriyet'in Tashqi ishlar Ministerliğinin bayanatçısının rad qilishi uçurdu. Bayanatçı Şinjan'da Uyg'urlarni zo'r ko'lamda nazarband qildi degan so'z yolg'on dedi. Tövbe deyman vatandoshim. Tövbe deyman. Yaqindalar bu Chislavlar aytib beraman sizga. Menjin Xopay degan Nyu-Yorkda bir televiziya stansiyasi bor. Shu bosh mavzuga nima deb ism qo'ydi edim. Biz Hanzu milleti yoki Xitoy milleti yolg'on so'zlash an'anamiz va yolg'on so'zlash mohiyatimiz bor millat. Xopin efendinin televiziyasi shundoq deyildi. Atimen Chislav bilan bir yak yezib olayjimi? Uyg'urlar mushuni. Biz Xitoy milleti mohiyatimiz bu yolg'on so'zlaydigan millatdir. Endi mayada bayonotchi nima deyapti? Şu Menjin Xopay yolg'on so'zlaymiz deyilgan turuq bayonotchi nima deydi? Deryan, Fransiyaning Tashqi ishlar ministri Deryanning Uyg'ur to'g'risida so'zlagan so'zlarini yolg'on deyapti. Yolg'on dedi. Yana bir necha kun o'tgandan keyin Fransiyaning Tashqi ishlar ministri Deryan, gerçi Beijing doiralari mening navbatda Şinjan to'g'risida Müstemlik Uyg'uriston to'g'risida so'zlaganlarimni Şinjanda bunda ishlar mavjud emas deydigan bo'lsa, Müstemlik Uyg'uristonda bunda ishlar mavjud emas deydigan bo'lsa, undaqda xalqaro kuzatuvchilarning Şinjanga berib tekshirishiga yo'l qo'yish kerak. Fransiyaning Tashqi ishlar ministri Deryan şu orqali o'zlarining deganlarini yoki yolg'on deganlarini isbotlashi lozim deb ko'rsatdi Fransiyaning Tashqi ishlar ministri Deryan.